O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasida xodimlar va ularning oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash, yoshlarni rag'batlantirish hamda jamoada ma'naviy muhitni yanada yuksaltirishga qaratilgan tadbir bo'lib o'tdi. 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbir avvalida Harbiy prokuratura xodimlarining farzandlariga oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun imtiyozli tavsiyanomalar tantanali sur'atda topshirildi. Bu yoshlarning orzu maqsadlarini qo'llab-quvvatlash, yoshlarni rag'batlantirish va kelajakda munosib mutaxassis bo'lib yetishishlari uchun yaratilgan amaliy imkoniyat ekani e'tirof etildi. Kelajakda men yaxshi shifokor bo'lib, yurtimizga xizmat ko'rsatmoqchiman. Bizga shunchalik imkoniyatlar berganiga Prezidentimizga kattakon rahmat. Harbiy prokuratura xodimining farzandi ekanligimdan faxrlanaman. Shu jarayon bilan uyg'un tarzda Harbiy prokuratura xodimlari o'rtasida bo'lib o'tgan shaxmat va shashka musobaqalari g'oliblari ham munosib taqdirlandi. Bellashuvlarda namoyon etilgan diqqat, tahlil va mantiqiy fikrlash qobiliyatlari ishtirokchilarning kasbiy faoliyatida ham muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi. Tadbirning eng samimiy va ta'sirli qismi esa 3 avlod vakillarining bir davrada jam bo'lib, o'zaro suhbat va fikr almashinuvi bilan kechdi. Faxriylar o'z hayot yo'li va xizmat tajribasi haqida so'z yuritib, yoshlarga vatanga sadoqat, burchga mas'uliyat va halol xizmatning qadri haqida ibratli mulohazalar bildirdilar. Mazkur tadbir bir maqsad va umumiy g'oya atrofida birlashgan ishtirokchilar o'rtasidagi hamjihatlikni mustahkamlab, yoshlarni qo'llab-quvvatlash, xodimlar mehnatini rag'batlantirish va avlodlar o'rtasida ma'naviy uyg'unlikni yanada kuchaytirishga xizmat qildi.